yomon holatda edi. Suv ham to'plangan demak. Suv to'plangan, Banisaga borsak ham juda nima holat, o'ta og'ir holat. Assalomu alaykum Sunnatullo aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Gepomer mahsuloti sizni xonadoningizga kirib kelgan, ya'ni sizga begona bo'lmagan insonning xonadoniga opangiz mahsulotlarimizdan foydalangan, to'g'rimi? Foydalangungacha bo'lgan davrda holatlari qanaqa edi? Juda og'ir ahvolga borib qoldi. Gepatit ko'tarilib, qorin ishish, holsizlanish, rosa yomon holatda edi. Suv ham to'plangan demak. Suv to'plangan, Banisaga borsak ham juda nima holat, o'ta og'ir holat. Shunda jigar sirrozini oxirgi bosqichlari shularga borib qolgan ekan, keyin buni olib, buni topganimizdan keyin tez muddatda nima bo'lib ketdi. O'zgarib ketdi. Juda yaxshi, hozirgi holatni ko'rdingiz, juda yaxshi. Yaxshi. Kadrga tushishni xohlamadim, tasvirga tushishni nima qilganiga nima edi, rosa onamda ham bo'lib o'tdi, u yoqqa mishtlar, onamniki ham juda zo'r. Buni effekt berishi yaxshi. Ha, demak bu mahsulotdan bitta oilada 2 kishi foydalangan. Ha, yaxshi ekan deb turib, opamga nima bo'lgandan keyin ziyani ham yo'q ekan deb jigar uchun o'ta nimasi yaxshi ekanda. Onangizda qanday holat bo'lgan? Onamda o'sha gepatit nimasi chiqdi, boshlanishi. Shuni ishtilar yo'q bo'lib ketdi, hozir zo'r, hech qanaqa nima yo'q, asorat boshqa yo'q. Opangizda avvalgi holati charchoq, charchoq yotib, rosa o'zi ham nimaga tushib qolgandi. Tushkunlikka tushib nima bo'lib qolgandi. Ana shu davr qancha muddat davom etdi kasallik? Qachon boshlangan o'zi? Biz Go'zalda yotdik, birinchisida borib, bu yerda o'zimizga qaytib kelib yotdik. Zo'r bo'lib ketmadi. Qarinishda bor, o'zi holsizlanishi bor. Keyin shu mahsulotni topib kelgandan keyin bundan keyin shu yaxshi tomoniga qarab o'zgarib, faqat shuni o'zida hozirda endi. Kasallik qachon boshlangan shunda? Bahorda, erta bahorda boshlanadi. Bu yil bahor bittada bilindi, qarinishish, shu ranglari nima bo'lib, keyin olib borib tekshirtirdik, sonatdik. Birinchi Banisada yotganda ham sonog'i kamaymadi. Bunda obdon sonog'i yo'q bo'lib ketgan, hozir yaxshi. Tabiiyligi ham ma'qul kelayotgandir menimcha. Yaxshi, hazmga qulay, jigarni filtr qilish. Onamniki ham zo'r, yengil tovlatyapti deb turib, ichib shetga kelib ketib yurganlarni ishlar zo'r bo'lgan hozir. Nihoyatda zo'r. Qancha muddat qabul qilishni boshlaganda o'zgarish sezildi? Opamniki bir oyga bormay boshlandi. Bir oyga bormay boshlandi. Zo'r ekandilar. Mana o'zim ham qiziqib bir marta qanim borligi uchun ichib ko'rdim. Ko'rdim nimasini onamlar maqtaydilar, rosa zo'r ekan deb. Ancha ranglari ham tinuvlashib ketdi-da buni ichganlardan keyin. Ichishga ham qulay bo'lsa kerak-a menimcha. Ichishga ham qulay, o'ta nimasi yaxshi. Buni endi kimga bo'lsa, men hozir nima qilib yuribman shu gepatit ko'payib ketgan kasallik bo'lib qoldi endi hozir. Hech qayerga yugurmasdan faqat shuni ichib iste'mol qilsa bo'laveradi, boshqa hech nimasi yo'q. Uni qidir, buni qidir yo'q. Mashindan bo'ldi, ekanlarniki ham shu. Hozir nechinchi oy davom muolajalari ketyapti? 5 o'tdi hozir, 5-oygacha o'tdi shekilli. 5-oygacha. Lekin hozir sonatsangiz ham sono chiqmaydi bularnikidan. Doktor ham nima qilib davolandingiz deb so'radi. Shu nimadagi Go'zaldagi doktor ham so'radi. Men aytdim, shunaqa bitta gipermerman, men shuni olib kelib ichib beryapti nimalar. Shundan keyin shunaqa bo'lib ketdi bularniki, yaxshi bo'lib ketdi dedim. Zo'r aka to'xtatmay ichib turaversinlar, bo'ldi. Demak, shifokorlar ham tan olyapti natijalarini. Shifokorlarga olib borib ko'rsatganman ham buni borib. Yotmayapti deganda aytdim-ki, borib yotishdan nima yo'q buni. Demak, bungacha ham hamma chorasini qilib ko'rgansizlar-da. 2-3 martalab yotganmiz Banisalarda. 2 martalab, 3 martalab yotildi, reski qo'rqusdan bahor chiqib qoldi. Qorinishish reski bu tez rivojlanadigan kasal ekan bu-da. Shu bilan keyin buni qidirib qolasiz endi, nima borkin deb bizga topilgan davo shu mana shu bo'ldi endi. Qayerda chora bo'lsa shu yerda taqillatib borgansizlar-da. Tuya sutida bordi. 1 oy tuya sutida turdi. Undan keyin ham zo'r emas bo'ladi, yana suv yig'adi, sanoq ko'tarilib ketadi. Eng oxirgi bosqichidagisi mana shunda tez nima bo'lib ketdi. Shunga buni nima qilib? O'zlari ham xursanddir endi. Ha, zo'r, endi nima qilib hech boshqa doktor boshqaga yugurmayapti, mana shunga o'tib oldi pastdan. Endi farzandlar baribir ko'z oldidan o'tadi. Ona ayniqsa chetdan qarab turganda siz uka sifatida buni topib birinchi men aytdim, olib kelgan paytda qanaqa ekan 5-4 kun turib, 1-10 kundan keyin faqat bunga o'tib ketdi-da. Keyin borib sonog'ini tekshirtiramiz, yaxshi. Holat nihoyatda yaxshi hozir. Ko'rdingiz o'zingiz, endi nimaga tushmaydi.
nimalik shunga zo'r holat yaxshi. U bitta ham yurg'azmasdik. Hovlida ham kam yurg'azardi yarasa. Faqat yotganda asosan. Yotish, aslonoy tinka qurib yotish oxiri yo'q. Buni ichib hozir bemalol yuraveradi, ish qiladi. Ko'pchilik endi qo'pol bo'lsa ham aytish kerak, bu kasallikni oxiri yo'q, tuzalmaydi deb o'ylaydi-da. Shu endi shu kasallik bilan o'tib ketsam kerak degan xayollar ham bo'lishi mumkin. Hattoki biz mana biz o'zimiz qo'rqdik-ku, bahorda juda ayanchli holatga tushdik o'zimiz ham. Mana shu paytgacha gaplashgan bemorlarimiz hattoki yaqinlarimga vasiyatlarimni aytganida degan gaplarni aytdi-da. Bu juda og'ir, tez tarqaydigan kasal ekanda bu. Yana ham buni vaqtida topib oldik biz. Vaqtida topildi. Ichib nima qilib, hozir onamda ham onamniki tugadi shekilli, zo'r nima bo'ldi. Ranglargacha tozalanib, gepatitlar soni umuman qolmay shunaqa bo'lib ketdi. Demak, aytasizki, vaqtida kechiktirmasdan muolaja boshlash kerak. Kimda gepatitis, jigardan qanaqa muammosi bo'lsa ham chiqsa bo'laverar ekan. Lekin onamniki doktorlar ko'rib gepatitlar baribir bor ekan, u bu yurdi. Ko'p tekshirtirmay turib bunga o'tdilar-da, shu bilan holsizlanish yo'qoldi. Ranglarda dog'lar paydo bo'lgan, ular yo'qolib, yaxshilanib ketdi. Bardavom bo'lsin. Agar bizni kuzatayotganlar orasida ham gepatit B, D, boshqa turdagi viruslar, undan tashqari jigar sirrozi, rakdan azob chekayotgan, jigari qiynalayotgani ortidan, muammoga uchragani ortidan o'zida har xil holatlar, salbiy vaziyatlar kuzatilayotganlar bo'lsa, yuqorida o'zingiz eshitdingiz, kechiktirmasdan boshlang'ich bosqichlarda mahsulotni qabul qiling va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling degan bo'lardik. Mutaxassislar savollaringizni barchasiga javoblar berishadi. Mana jonli misol yonimizda o'tiribdilar. Nazarimda bu suhbatni endi yolg'on deyishdi o'zi bir xato bo'lsa kerak. Nihoyatda biz xato yugurganmiz. Oxir topildi, mana hozir zo'r. Zo'r, bunda nima yo'q, hech qanaqa. Olib o'zi bittadan ichib ko'rsa yo o'zi qidirib topib olib ichishni boshlaydi. Jigar muammosida bunda o'ta nima tabiiy mahsulot yaxshi shuki. Siz ham chorani kechiktirmang. Quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va mahsulotni mutaxassislar manzilingizgacha olib kelib berishadi. Yaxshi xabarlar bilan ko'rishguncha. Sizga ham rahmat. Rahmat. Sunnatullo aka, endi quruq kelish yo'q. An'anaga ko'ra mana shu juda o'zi xursand bo'lganmizki bu narsadan-ku. Shu mahsulotni 1 oylik bir kurs muolajasi uchun yetadigan mahsulot hadya sifatida ilohim yana ham zo'r yangiliklarga xizmat qilsin. Rahmat aytganingizdan kelsin, ilohim hamma xonadonda ham shunday xursandchilik bo'lib, dorilarni olib ichib, hammalari zo'r bo'lib ketaversin. Allohu akbar. Rahmat.